milyar sevmesin Roza Hanım'ın kömül soğuk sen milyar sevmesin Şirkette soğuk çıksa bakın söz alır mısın bu? Veya monidin sandığa var. Kutus uyma. Uyma yeri var. Voy Hamid. Voy adaş. Qadadaş yaxshi mı? Al so'rashib kelganda havo. Gülni berip ver. Ustaz. Hayır sizge ya. Vay rahmat adaş. Rahmat. Bugün biz Endi bizga tava bo'lgan keyin men qo'yib qo'ysak bo'laverdi-ku. değerli hizmetlerim adaş nereden ne gibi vardı He, yaxshi adaş şu. Pek geldik gelişimiz. İşler bir gün barmaz. Boyun bilen kavata tıkmak oturup durursak başka Türk'te olabilir bize. Roza Hanım'ın kömül soğuk sen Kızlar külse baketmin nuriye Ben de hoşuna birden çıkıp yoklap geldim var yani yoklap kepsler rahmet. Nimi veyacıdan düşüksüz buradan kırıp kaldırlar bizim bu tayarlık otkat bölümümüzge. MDK bizniki şu 4. karar konusu milyard külki sahnesindeki tayarlık hizmetleri qanday bo'lyapti şu milyard grupsidagilarni bir yo'qlab bir hal so'rab şu ahvoldan nazar xabar topaylik. Yaxshi olsun rahmet. Rahmat adaş. Tayarlığımız bana muştaq. Biz o şey Şu sınavımızda bir tayarlık kıldığan bir sayınarımız var. Kulağımız tip-tiş. Hiç kimimizden dikkatimizden buzmaydı o. Tertiplik, özümüzden piyonumuzun kelgen, kalımızın kelgen kızıkçılıklarını sepler. Rozakının özüne tayarlıkları ölçen koşup kitip varmaz herhalde yaxşı bu vardı. Şahsen benimki gözüm yetip durdu nahayet yaxşı buldu kaldı. İnkaz yaxşı. Ana kendim Rozakın bu sözlep atkan turmuşlarını baştan keçirgen boğaçpa nahayet çıraylık kibarlayıp hem de ben bir yerde oturup baştan ahır kesbi cihazı yetekçilik kıvadım. Rozakın'ın ki bazı bir uşaq detallarını, ifadelik cihazı kıyınçılıklarını hal kıp barımız yaxşı bu vardı da özgürlük itkanda. Bizniki şu 4. karar milyard külki sahnesi bilen hemkarlaşkanlığımızdan bizim de hoş oldu. Rahmat adaş. Birinchidan de seninki olmuş o adıqın çıkıdak. Köygen bütün tamaşalarımız bir razı bolsun, penip bir külsün diye maksatla mana şu Almuratkam, Şemsedem, Zamira mana biz uzun mezgil bo'ldi, şu tayyorlikni qilib atganimiz uchun. Yani bizim bir işe a'zolabatda ular bugun kelib olamay qoldi. Pek yaxshi bo'lyapti adaş. Ustoz o'zi bir qo'llab shu rolni o'zi tutib, naytdi yaxshi o'zi ki ba bilimning hech qaysini shu milliy sahnasidan ayamay chiqarib beryapti. Menga naytdi bir ugunish bir katta fursat bo'ldi bu. Bizden adaş şunda bir yaxshi sahne bilen hemkarlaşkanlığımızdan bizim de hoş oldu. Bundan keyinki seninki şu milyard sahneninki texmi yaxshi bo'lishini biz barliq kuchimiz bilan qo'llaymiz adaş. Sizlerin şirketin ismi Bizning shirkat to'liq atalığı ismi Konus Şinjan Xalqaro So'lchek shirkat. Konus deganlar. Konus degan bizningki markaninki logorimiz Konus. Ma'nosi shu. Bu Konus deganning ma'nosi ham de bir narsaninki o'tiri degan ma'nodagi o'tir nuqtasi ham bizningki Urumchi aka o'zingiz bilasiz. Osiyoninki o'tir nuqtasi jo'grafiyalik o'rinja. Biz shu Konus degan mahsulot bilan shu O'rta Osiyodagi har millat shu qo'shnilarga mollarimizni eksport qilish maqsadida markamizni Konus deb qoldik. Rozakınki sen yaxshi asar chiqa, asarlaring bilan har millat do'stlarni kuldagin, ma'naviy zo'q bergin, boshqa g'amni qilma deb Emdemiş Konus şirketinki iqtisadiy jihatdagi g'amlarini ustunlarga og'inlardan shunday xush bo'ldik. Shun Rozakınni nishadin ayt xotirjam repetitsiya qilyotdi. Butun milliard gruppasidagi
Halmuratkan ustaz, başqa hammaylar nomidan rahmat aytamiz. Endi biz ma'milqi kunusninki şirin mahsulotlari har millat do'stlarga bir şirinlik bersa, Ro'zaxonning mahsulotlari do'stlarning ko'ngliga bir şirinlik berdi deb ikkisini bek moslashdi deb o'ylaymiz endi. Bundan keyingi ishlardimi cho'qim güzel bir hamkorliklarning bo'lganligiga ishonamiz. Kunus şirketiga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Biz şirketler bilan uchrashdik qabla bu işte voy milliard pul sahnesi biz o'tkazgan bo'lsak degan elchilar ham keldi lekin Ro'zaxonningki, Shamsiyaning, Zamiraning, shundoqla mening bizning shu milliard pul sahnesidagi shu tanduydagilarning tanlashi orqali qildi. Konus şirketi bilan hamkorlik o'rnatdik. Men o'ylayman cho'qim yaxshi bo'ldi. Bizning ishlarimiz oz qoldi. Bizmi aldaqi bo'lib tayyorligimizga 1 yildek vaqt bo'ldi endi. Mush asarni yaxshi qilaylik deb vaqtni o'zimizga keng kushada berib, mush kecha kunduz ishlayapmiz. Endi balkim mush oyning oxirlari balkim surat kelib qolamiz xolos. Uning keyindan surat kelib bo'lib 1 oylardan keyin butun har millat xalqimiz bilan milliard sahnasi yangi soni 4-qarar Konus milliard sahnasi yuz ko'rishadi. Sağ rahmat aytamiz xolos. Bizning mush kechiliklarimizni yaxshi ko'rib turayotgan yaxshi qo'llab turayotgan har millat tomoshabinlarimizga chin dilimizdan rahmatimizni aytamiz. Rahmat sana Malish. Çapata do'sti. Bunun suyuga yo'qlab kelganlardan shunday xush bo'ldik bir xil niyatlarni Halmuratkanni ilk vaqtda do'stlar mishayga raptiski yetakchilik qiladi emasmi, rejissyorlik qiladi. Halmuratkanning o'zining nurg'un ishlari bor, ashta ahvol ostida. Yurak qiyinni sarf qiladi. Endi Ro'zaxonning qanday jabba tatayotganligini sizlar ko'rib turdinglar, buning haqiqatan ajr qilganligini. San'atni so'ygan her millet do'stlarni kuldirishni arzu qilgan kishilarga nisbatan balkim jabbo tuyulmasligi mumkin. Biroq biz qaragan odam biza Zamira bek jabbo tatadi deb his qilamiz. Ammo shunday ahvol ostida boshqa ishlar kerak emaskan, shunday bir ahvol so'rab, qanday qilyapsa, men nima ish qilib beray deb bunday ahvol so'rab qo'ysanglar, rasmiylik beshimiz ko'kka yetgandek bo'ldi-ya, shunday bir xil hayajonlanib xo'sh bo'ldik. Bo'yliqi hamma go'zal ishlar o'zaro to'g'ri tushunish, qo'llash hamkorlikdan keldik-ya. Hozir shu hamkorlikdan asta-asta do'stlikdan qarindoshlikqa aylanadigan ishga bir qitimli hamkorlik balkim hamkorlik bo'lishi mumkin, lekin qarindoshlik hamkorlik mangulik bo'lib ketishi mumkin. Shuning güzel hamkorlikdan boshlangan barliq keyingi munosabatlarning yaxshi bo'lganiga ishondim. Sizlarga bir qitim rahmat. Rahmat sizlarga. Ma gullarni tizib qo'yamiz, tak qurib ketdi. Ammo ba qurtmay tizimiz. 4-qarorliq milliard pul sahnasidan mazmun jihatdan bekli payzchu oldin qarorlardan bekçək yeniliklar bor. Endi sizlarni bizni shunchalik qo'llaganga tushdik. Bizmi e'lon tashviqot jihatdan endi sahnalar jihatdan Konusning logolarini, mas'uliyatlarni qanday bir payzi kirgizsak, sizlarni eng cho'ng dairdə mənfəətlənəlislər də bizim onunla bək qoylaşdıq. Şuna sizlərni xoş qıldırğan yaxşı layihələr, şükürlü görünlər də çıxnəsindən dəbbəmdik biz sizlərgəcə. Çıxıb bək yaxşı bitdiğini həmmimizin şansı var. Rahmat Sayılma. Qolunu juvsaq, qol qop yüzünü juydu deydiğən gəp barmısmı? Arkadaşlar yaxşı nəticələrini barlıq keltirdim. Peylen devamlaştıram da. İşte qilaylik. Devamlaştırdım. Vaktinizi tutayım.